Allah bizga Qur'oni Karimni hidayat, nur, baxt, saodat yo'li va dunyo va oxirat baxtimiz uchun ushlagan hisobida men ikki suradan, o'xshamagan ikki suradan biridan oyatini o'qib tilovat qildim. Birinchi o'qilgan oyat Rum surasining 22-oyati bo'lib, buningda Alloh aytadi: Allohning kamol qudratini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor bo'lib, shuning ichida osmonlar va zaminning yaralishi va sizlarningki ranginglarning, tillaringlarning rang-murang bo'lishi, bir-biriga o'xshamasligi. Mana bu shu bilimli kishilar uchun, aqlli kishilar uchun buningda Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor deb Alloh bizga bizningki rangimiz, bizning tilimizning muhim ekanligini uqtirdi. Yani ikinci oyatda Hujurat surasining 14-oyatida Alloh aytadi: "Ey insonlar, biz sizlarni bir otidan, ya'ni Odamdan, yana bir onadan, ya'ni Havodan qilib biz sizlarni yaratdik. Va sizlarni bir-biringlar bilan tunishishinglar uchun nurg'un millatlarga, nurg'un qabilalarga ayirdik. Ammo Allohning dargohida eng hurmatli sazovor bo'luvchilar taqvolikni ixtiyor qiluvchilar. Ya'ni hayotini to'g'ri mang'uvchilar. Shuni bilinglarki, Alloh sizlarning hamma ishlaringlarni bilib turadi, hamma ishlaringlardan Alloh xabardor. Muhtaram aziz vatandoshlarim, ota-onalar, hadi singillar, yoki inilar va go'zal o'smirlar, avlodlar va kelgusininki yetakchilari va vatanimizni qurib chiqadigan avangard mujohidlar. Alloh subhanahu va taolo bizni bugun mushu so'rinda ikki muhim nuqta uchun yiqqanligiga Allohga cheksiz shukrimizni bildiramiz. Birinchisi o'zimizning tilini va tilimizningki bizning ustimizga, tilimiz munosabatan bizning ustimizga yuklangan og'ir bo'lgan bir mas'uliyatni eslatish. Ikkinchi biri bo'lsa, yaqinda Allah subhanahu wa ta'alaning bizga marhamat qilib bergan Ramazon oyining ro'zasini to'liq tamomlash bilan birga Alloh tarafdan bizlarga sovg'a qilib berilgan ro'za hayit kunlarini tabriklash bilan bu yerga yig'ildik. Til hammamizga ma'lum. Alloh bir millatni yaratgan ekan, u millatga Alloh o'zi xohlagan bir tilni ularga mukofot qilib bergan. O'zini qadrlash, o'zini tunish va shu orqali o'zining yaratgan egasini tunish menga eng muhim bo'lgan omillarning birisi. Demak, inson o'ziningki tilini bilish kerak. Xuddi Alloh bizlarga bizning dinimizni bilishimiz orqali o'zimizning yaratgan egamizni tunishni Alloh bizga o'xtagan bo'lsa, bizning tilimizni bilishimiz orqali biz o'zimizning kimligini, bizning ustimizga yuklangan mas'uliyatni tunishimizni va shundaqla ro'za hayit munosabati bilan Alloh subhanahu va taolo bir-birimizningki qalblarini yaqinlashtirish, boy bilan gadoy o'ttirsidiki ba'zi bir ko'ralmaslik, hasaddan iborat bo'lgan insonlarni bir-biridan yirgindiradigan yomon illatlarni tugutish va shu orqali har qanday bir tirishchanlikningki cho'qim yaxshi bir natijasi bo'ladiganligini Alloh eskartib, bizga ro'za hayitni Alloh muborak qilib bergan. Ramazon oyidagi bir oylik tirishchanligimizning natijasini biz ro'za hayit bilan kutib oldik. Hammamiz xursand bo'ldik. Demak, nimaga tirishsak, uningki cho'qim natijasi bo'ladiganligini biz bundan tushunib yetalaymiz. Shunga biz Sharqiy Turkistonlik musulmonlar bo'lishimiz bilan hammadan muhim bo'lgan dinimizni qo'limizdan bermasligimiz va bunga tirishchanlik ko'rsatishimiz va shundaqla Allohning bizga mukofot qilib bergan zaminimiz, Allohning bizga mukofot qilib bergan tilimiz, Allohning bizga mukofot qilib bergan urf-odatimiz, buni qadrlab, buni biz qo'limizdan bermay, bulutmu muşu vaqtning o'zida dushmanlarimiz bizning qo'limizdan bizga berilgan ne'matlarni, bizga berilgan Alloh tarafdan berilgan mukofotlarni tatib olamizda bütün xiristlarini, bütün hiyla-mikralarini, bütün zulmlarni ishga savatgan shundaq vaqtda bizning tilimizni qo'g'dishimiz jihad, urf-odatimizni qo'g'dishimiz jihad, biz millatimizni qo'g'dishimiz jihad. Chunki biz buningsiz dinimizni qo'g'dayolmaymiz. Biz dinimizni qo'g'dayolmaydi ekanmiz, biz o'zimizning vatani bo'lgan Sharqiy Turkistonni qo'g'dayolmaymiz. Shunga bu nuqtalarning hammasi bir-biridan ayirib o'tkazilib bo'lmaydigan, bir-biridan muhim bo'lgan nuqtalar. Men hammanglarning ro'za hayitini tabriklash bilan birga mushu nuqtani
Üzənglərmi yaxşı düşünüb, avlatlarımı kündə bularınki qalbiga mushu nuqtani yaxshi tushundirib, bularni mushu nuqtani tushuncha bilan o'stirishinglarni umid qilaman. Alloh bu kasbinglarni xayrli qilsin.